Ha onasi. Bugun kayfiyati yo'qroq, tinchlikmi? To'ydim. Nimadan to'yasan? Nimadan to'yasan? Yo'qchilikdan to'ydim. Shunaqa kech qolib kelishlaringizdan to'ydim. Biz ham dunyoga bir marta kelamiz. Qachon bir odamlarga o'xshab yashaymiz? Noshukr bo'lma. Yeb ichishing yaxshi. Ro'zg'oring but. Bunaqa noshukrlik qilib bo'lmaydi. Nima kam o'zi senga? Nima kam? Nima yetmaydi? Ha, bugun o'tirishga borgandim. Dugonalarimni kiygan kiyimini ko'rsangiz, taqqan tillalarini ko'rsangiz, men kimsam mayorda xotini degan nomim bor. Kiygan kiyimimni ko'rgan odam birorta ishsizda xotini deb o'ylaydi. Voy baraka topgur. Qanaqa kiyinar ekan mayorda xotin, ha? Qanaqa kiyinar ekan? Kiyimlaring binoydek. Keyin mana shunaqa o'tirishlarga borib fikring buzilib kelyapti seni. Necha marta aytdim. Shu o'tirishlarga bormagin deb. Endi o'tirishlarga ham bormay. Shu uydan chiqmay. Odamovi bo'lib uyga qamalib o'tiraveraymen. Voy baraka topgur. Ertingda oyligim chiqadi. Olib berarman o'sha ko'ylaklarni ham. Shuda mana. Bir narsa desang oyligim chiqsa, sizga gapirgan. Kiring. O'rta boshlash mumkinmi? Mumkin, Assalomu alaykum. Ushbu jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchining yaqinlari kelgan ekan. Siz bilan ko'rishmoqchi edim. Mayli kirsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Keling. Men ayblanuvchining akasi bo'laman. Ukam bilmasdan shu ishlarga aralashib qoldi-da. Men jabrlanuvchini hamma zararlarini qoplab beraman. Iltimos aka, ukamni chiqarib yuboringlar. Ukangiz aybi bo'lmasa albatta chiqadi. Sizni ham chiroyli rozi qilaman aka. Biz ham dunyoga bir marta kelamiz. Qachon odamlarga o'xshab yashaymiz biz ham? Mayli. Ukangiz ertagini ozodlikda bo'ladi. Rahmat. Siz tezkor tadbir davomida qo'lga olindingiz. Devorga qarab turing. O'ting. Tez yuramiz. Yuring. Devorga qarab o'ting. Xonaga keling.